Assalomu alaykum ushbu kanalimizning aziz muxlislari. Surunkali yo'talning xalqona davolari. Immunitet pastligi yo'talga sabab. Shamollash va yo'talning tez-tez takrorlanishi yoki surunkali tarzda davom etishi immunitetning pastligidan dalolatdir. Bunda insonlar har doim limon va namatak damlamalarini ichib yurishlari kerak. 250 ml qaynatib sovutilgan suvga 10 bo'lak sarimsoq piyoz mayda qilib solinadi. 4 soat davomida tindirib qo'yiladi. Kattalar 1 osh qoshiqdan, kichkina bolalar 1 choy qoshiqdan 5-6 mahal ichib turishlari kerak. O'rtacha kattalikdagi yashil turib yaxshilab yuviladi va po'sti bilan mayda qilib to'g'raladi. Idishga solinadi va unga 1 piyola shakar yoki 2-3 qoshiq suyuq asal solib aralashtiriladi va 3-4 soat tindiriladi. Bu vaqt oralig'ida turubning suvi ajraladi. Ajralgan turub suvidan kattalar 1 osh qoshiqdan, bolalar 1 choy qoshiqdan 4-5 mahal ichiladi. 3-4 kun davomida surunkali yo'taldan asar ham qolmaydi. Shu bilan birga tashqi muolajalar ham qilinadi. Buning uchun sarimsoq piyoz po'stloqlari tozalanadi. Ularning suvi tomoq sohasi, ko'krak qafasi, burun, havo yo'llari, qo'l va oyoq kaftlariga surtiladi va issiq o'rinda yotiladi. Salomat bo'ling.